Murodxon To'rayev oktagonda ham hayotda ham orqaga chekinishni bilmagan yirtqich ruhi bilan esda qolgan o'zbek jangchisi. 1987-yil 4-iyul kuni Toshkentda tug'ilib, bolalikdan kuch va iroda uni o'ziga chorlay boshlagan. 17 yoshda Osiyo universal kurash chempioni bo'lib, jang maydonidagi birinchi katta qadamini qo'ydi. 2013-yilda professional MMA arenasiga kirib, 15 jangning 12tasida g'alaba qozondi. Sochidagi Liga S70 turnirida rossiyalik Yevgeniy Yerexinni atiga 25 soniyada nokaut qilishi unga Osiyo ayig'i degan laqabni berdi. Bu jang shunchalik ta'sirli bo'lganki, uni tomosha qilgan Vladimir Putin ham hayratini yashira olmagan. Biroq kuchli jangchilarning taqdiri ko'pincha xavf bilan yonma-yon yuradi. 2018-yil yozda Toshkentdagi tungi klubda kelib chiqqan mojaro Xon To'rayev hibsga olinishiga sabab bo'ldi, lekin tez orada ozod qilindi. Oradan 6 oy o'tmasdan 26-noyabr kuni Chorsu savdo markazida unga pichoq bilan hujum qilindi. Murodxon To'rayev hech qachon jangdan qochmadi, na ringda, na hayotda. Lekin 2021-yil 19-iyul kuni Toshkentda yuz bergan halokatli avtomobil to'qnashuvi uning qisqa ammo yulduzdek porlagan hayotini so'ndirdi. Uning qabri boshiga kelganlar odatda jim turadi. Chunki u haqida gapirishdan ko'ra eslashning o'zi ham yurakka og'ir. Bugun ham sport doiralarida uning chaqqon zarbalari, qat'iy nigohi va hech kim bilmagan, faqat yaqinlari eslaydigan hikoyalari haqida pichirlab so'zlashadi. Chunki Murodxon To'rayev faqat bir sportchi emas, bu kuchning ham, taqdirning ham sinovini ko'tarib o'tgan afsona.